Tezkor xabar. Dekabrda qor yog'adi. Assalomu alaykum azizlar, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 2025-yilning dekabr oyida kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra 1-3 dekabrda respublika bo'yicha qish faslining boshi uchun biroz iliq va quruq ob-havo saqlanib turadi. Hududning katta qismida havo harorati kechalari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi kunlari 12-15 daraja iliq bo'ladi. 4-5 dekabrda respublika hududi bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi harorat 3-6 darajagacha pasayadi. 6-7 dekabrda O'zbekiston hududining katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi va harorat 12-15 daraja iliqqacha ko'tariladi. Keyinchalik oyning oxirigacha harorat kechalari 0-5 daraja iliqdan 2-7 daraja sovuqqacha, kunduzi kunlari 10-15 daraja iliqdan 0-5 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Harorat tartibi bo'yicha dekabr oyi o'rtacha iqlim me'yordan 1.5 daraja yuqori bo'lishi kutilmoqda. Oyning ayrim hududlarida 2-4 kun yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. 2 va 3 kunliklarda harorat kechalari 2-7 daraja sovuqdan 0-5 daraja iliqqacha, kunduzi kunlari 2-7 daraja iliqdan 10-15 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Sizga kelmoqchi bo'lgan ob-havo ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.